mana mehmonxonami, mana Masjid Nabaviy. Biz uni ko'rmadik. 1,5 oy oldin Gazomon bilasizlar. Shu yerdan bitta aka o'tdi. Gap tushirmas ekan. Mana guruhi bizga bisidi. Hamma o'shan jam. Nimaga vaqida aytdilar-ku? Jannatul muallaqda aytmadi. Makka deb aytdilar. Payg'ambar alayhissalom انشاءالله قدر امکان شما در این باره معلومات داریم که اولین مسجدی که یعنی بنیاد شده بود ان همون مسجد است که در اونجا هم یعنی گاه بعد از که مسجد پیامبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بنیاد شد نماز در اینجا میشد گاه رسول الله صلی الله علیه و سلم به این مسجد قبا می رفتند. اینچنین بعضی علماء گفتند که در اونجا 2 رکعت نماز گذاریدن حتی با اخلاص و با نیت خوب انشاءالله یک عمره ثواب شد. الله یعنی نصیب مگردونه در اونجا هم یعنی اجرا کردن او را. بعد از او باز یعنی زیارت هم هست با که کتاب قرآن چاپ می شود و مسجد هایی که دیگر هست مسجد قبلتین و الله نصیب کرده باشه وقت مو باشه و باغ خرما که باز بهترین جای Qubo masjidiga borib asrda o'sha yerda o'qishga harakat qilyapmiz. Asrda o'qib chiqqandan keyin Qur'on bosmaxonasiga boramiz. Yo'l-yo'lakay Masjidi Qiblatayn bor. O'sha to'g'risida ham ma'lumot berib ketamiz, xudo xolisa. Masjidi Qiblataynda nimaga Masjidi Qiblatayn deyiladi desa, o'sha masjidda 2 tomonlama mehrob bor. Oldin boshqaga qarab namoz o'qilgan bo'lsa, keyin oyat karima nozil bo'lgandan keyin boshqa tomonga qarab namoz o'qilgan. O'shanda haramdan masjidda o'qilish Allohdan buyruq bo'lib o'zgarilganda Masjidul Aqsoga qarab namoz o'qilgan. Buni vaqti 1 yil 7 oy o'sha tomonga qarab namoz o'qilgan ekan. O'shaning uchun mushriklar ham shu Masjidul Aqsodagi yahudiylar ham nihoyatda musulmonlarni masxaramoz qilar ekanlar. Biz dinimiz haqligi uchun Masjidul Aqsoga qarab namoz o'qishyapti. Ularni o'zini dini puxta basligi uchun deb allaqancha gap so'zlarga borishadi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har namozni o'qiyotganlarida osmonga qarab qo'yar ekanlar. Allohdan so'ramas ekan. Osmonga qarab namoz o'qiganlar o'sha 1 yil 7 oydan keyin peshin namozini o'sha Qubo masjidida o'qiyasalar, Jabroil alayhissalom kelib oyat nozil bo'lganini olib ketdi. Ya Muhammad
sallallohu alayhi vasallam sizni osmonga qarab bizdan iltijo qilganlaringizni biz ko'rib turib bilmaymizmi deyapti Allohga. Endi vaqti keldi, siz yuzingizni Harami Sharif Makka-i Mukarramaga buring degan oyat kalima nozil bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Yuksak Travel Ilhomjon Abdiyev boshchiligidagi 21-guruh hojilari Masjidi Quboni ziyoratiga kelishdi. Mana 21-guruh hojilarimiz, hoji dodalarimiz, hoji onalarimiz hammalari Masjidi Quboni ziyoratiga kelishmoqda. Kiraverasizlar sekin-sekin. Mana hoji dodalarimiz, hoji onalarimiz Mana hoji dodamiz. Mana hoji dodalarimiz maza qilyaptilar mana hammalari. مسجدی که ذکر کرده بودیم مسجد القبا یعنی مسجد قبا انا همین انشاءالله من رسیدیم. الله مهربان هممون نصیب گردون انشاءالله با تکرار نکنیم. انا در اینجا حاضر رفته اول 2 رکعتی تحیات مسجد، انا 2 رکعت با شکرانه، بعد از اون نماز عصر همینجا میخونیم. کسانی که خواهن طهارت گیرن خواه طهارت نو کنن انشاءالله انا بعد زیارت کرده با میبراییم. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hojilarimiz, hoji dodalarimiz, hoji onalarimiz masjidda Quboga kirishadi. Namozlar kirib 2 rakat namoz o'qib, ziyorat qilib chiqadilar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yanada zo'r videolarni sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz.